Kecha Ispaniyada yashovchi o'zbek ayoli yolg'iz ona bitta farzandi bilan Ispaniyada pul topib, O'zbekistonga pul yuborib, Novostroykaga o'sha podkatlaman pul tikkan va hozirgacha uy tayyor bo'lmagan ayoldan murojaat keldi. Bunaqa murojaatlar ko'p, dunyoning har xil chekkalaridan kelib turibdi. Shu o'zbeklarimizda vatan tuyg'usi katta bo'lganligi uchun ham ko'pincha boshqa joyda ishlasa ham, yillab Rossiyada umri Rossiyada o'tsa ham, yo mana Ispaniyada o'tadimi, yo Amerikada o'tadimi, yo Janubiy Koreya, Yaponiyada o'tadimi, O'zbekistondan vatan qilib qo'yadi, uy oladi. Uy olaman deb harakat qiladi. Afsuski, mana shu xalqimizni mana shu xohishidan foydalanayotgan ba'zi insonlar ham borga o'xshaydi. Bunaqa ko'p murojaatlar bo'ladi bizga. Ehtiyot bo'linglar. Demak, mabodo etilgan vaqtida uy tayyor bo'lmadimi, zudlik bilan sudga berish choralarini va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga berish choralarini ko'rish kerak. Advokat bilan.